Assalomu alaykum. Farg'ona City loyihasida bitqazilgan xonadonlarimizga yetib keldik. Bu xonaga biz podключ olganmiz. Hozir bizga bitgan mebellar ko'rsataman. Birinchi bo'lib hozir kuxonyada bitqizdik. Bu kuxonyi bizda pechni bu joyga joyladik, mikronovka tagiga katta qilib g'aladon qo'yganmiz. Kartoshka, piyoz, shunga o'xshagan narsalar ketaveradi. Albatta, asosiy katta narsalar uchun mont qozon, katta jomlar bemalol kirib ketaveradi. Albatta, gazni yonida tagida g'aladonlari bilan. Bu yerda e'tibor beringlar. Zontikni security'sidan qo'yganmiz, ko'rinmaydi, bitga chiroyli bo'ladi. Ochganingizda bu zontik ba'zi ochiq bo'lgansa, shunaqangi yangilik narsa zontigimiz. Xo'p, bitta moykaning tepasida sushilka. Sushilka ham pastga tushadigan. Bemalol yosh bolalar ham qo'ysa bo'laveradi. Yana qaytib tepaga olib qo'ysa bo'laveradi. Xo'p, endi bitta shkafga o'xshatib yasaganmiz. Bitta duh kontrga joy qilingan. Shunaqangi uyda polniy sistemalari chetda filtr, duh kontr, suvlar hamma yoq chetda. Xo'p, endi bakka ostrov qilingan. Ostrovni asosiy vazifalaridan bittasi albatta рабочий stol bu joyda kam. Albatta bekka kapil cho'macha shunaqa narsalar qo'ysangiz, faqat to'rg'agani o'zi joy oz. Shuning uchun biz bakka katta joy qilganmiz. Albatta to'rg'ayda boshqa qiladi. Yana bitta plyus tomoni. Albatta oyoq turish uchun ham joy bor. Bakka ikkita stul qo'yiladi. Albatta bemalol o'tirib, yengil nonushta qilsa bo'laveradi. Xo'p, albatta yana yorug'lik yana ham ko'p bo'lish uchun podsvetka qo'yganmiz. Yorug'lik. Xo'p, kimga shunaqangi mebellar zarur bo'ladigan bo'lsa, Alido mebel jamoasiga murojaat qilishlaring mumkin. Tez va sifatli xonadonlaringga dizayn proyekt asosida yasab bitkazib beramiz. Aytgancha bitta like bosish esdan chiqmasin. Xo'p, yana bitta nima? Bu hol qismi biz hol qismiga shunaqangi qilib bu yangilik narsa, hali ko'pchilik qilmagan. Dom asosiy kirishimiz bo'ladigan bo'lsa, asosiy kirishdan keyin o'zbekchiligimizga mos qilib, shunaqangi qilib panellari bilan suvga joy qilganmiz. Mehmonlaringiz kelganda ham cho'ginda quyib o'tirmaysiz. Bunday qilib ishlatsangiz bo'laveradi. Albatta endi tagiga tortmalar, yengil narsalar qo'ygan. Albatta endi sanuzel. Sanuzelga shunaqangi qilib shkaf qilingan. Endi bu garderob hisobida ishlatsangiz ham bo'laveradi. Ochiq polkalari bor. Bu ichkariga ham o'ziga mos qilib kichkinagina qilib nima qo'ydik? Suvga joy qildik. Iloji boricha xonalardan, joylardan unumli foydalanishga harakat qilganmiz. Hop, endi bu xonada hozir aytdim, podключ olganmiz bu xonalarda deyapmiz. Bakka hozir spaniya qilishimiz kerak. Boshlaganmiz, bitganda buni ko'rsatamiz. Bag'da trimosi, bag'i garderob. Xudo xolasa bitganda batda ham to'liq obzorini ko'rsatamiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, podpiska bo'lib qo'yasizlar. Shunaqangi yangilik narsalar bizda ko'p. Hozir bitgan xonamiz, oshxona mebeli bo'lyapti. Bizni kuzatishda davom etinglar. Pastga o'sha aloqa uchun nomerlar chiqarib qo'yamiz. Bu xonamiz to'liq bitish jarayonini ko'rsatib boramiz. Bitta like bosib qo'yasizlar, podpiska bo'lib qo'yish ham esdan chiqmasin. Hammaga omad. Sog' bo'linglar.